Mana do'stlar, mana shu bola keldi. Ertadan mana chamadon Namangan Damadida o'chib kelding, a? Qanchada chiqding? Do'stlar, mana o'zimizning 1 gektar bog' bor. O'zimizning bog'dan dadam gilos berib olibdi. Pishgandan berib olibdilar, mana qaranglar mana. Bitta like-dan bosib obuna bo'lib, sog'ingan do'stlaringizga jo'natib qo'ying mana shu videoni. Mana bu o'rikga hozir aqab borib ochamiz. Buni hammasi mana shu yerdan chiqadi. Qanoqchar kelib qo'ndi. Hozir jiyanimizdan so'raymiz. Samolyotdan tushib qancha vaqtda bir buyoqqa chiqib kelgan qanoqchar. Tova qanaqa o'tib kelish yaxshi bo'ldimi? Yaxshi o'tib keldik. Zo'r bo'ldimi hammasi? Nargilarni tekshiryapti, teksta bolalarni. Menimcha shunaqa Podozrение. Tova, ishlagan omad, salomat bo'ling. Endilikda Rossiyadan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonga katta miqdordagi pul jo'natmalarini juda ham oson yo'l bilan o'tkazish imkoniga egasiz. Qanday qilib deysizmi? Buning uchun Mir privilegiya ilovasi sizning xizmatingizda. Siz Rossiyadagi eng yuqori miqdordagi pul o'tkazmalarini faqatgina bizda Mir privilegiyada topa olasiz. Ha, aytgancha pul o'tkazmalarini amalga oshirish vaqtida 7777 Yo'ldoshbek Karimov promokodidan foydalaning va eng yuqori kurslarga ega bo'lish bilan birgalikda 100 rubldan 1000 rublgacha tejab qoling. Mir privilegiya, biz bilan hammasi oson. Ishonchli aviabiletlarga Metro Kankova 6-liniyaga kelaverasizlar. Metrodan chiqqanda yo'q, 3-potdan 6-liniya Metro Kankova 3-potdan chiqish. Chiqib aviakassaga kirasiz, promoy. O'ta yaqin. Mana ishonchli biletlarga murojaat qilishlaring mumkin ekrandagi raqamlarga. Bundan tashqari, Goslugadan kim Turg'oydagi o'rniga topshirishni bilmasa, обращаться qiling shu nomerlarga kelinglar, обязательно topshirib beramiz akalar. Va birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bor. Albatta o'tib obuna bo'ling, o'sha yerda har kunlik ma'lumot, tezkor xabarlar chiqib turadi va Telegram kanalimizda Max kanalimiz ham bor. Bunga albatta o'tib obuna bo'lib qo'ying. Assalomu alaykum do'stlar, mana shu videolarimizni oxirigacha kuzatib boringlar va obuna bo'lish, like bosish esdan chiqmasin. Yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Podelitsiya qilib. Yana bir marta qaytarib o'taman. Qo'rqmasdan VPN ishlatadiganlar, VPN ishlatadiganlar hech qanaqa VPN uchun o'zingiz uchun ishlatishga jarima yo'q. Yoki u aminaga xalaqit qilmaydi. Yoki siz VPN'ingiz yoniq bo'lganda aminangiz to'xtamasdan lokatsiya berib turishi shart emas. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. Bizga nimaki telefon qilib aytishyapti. Odamlarning tushunchasida yurgan yo'lida to'xtamasdan xuddi antenna to'lqiniga o'xshash lokatsiya berib yurish kerak deydi deb o'ylaydi. VPN uni to'xtatib qo'yadi deb o'ylaydi. Hech qachon unaqa emas. Bir kunda bitta ish joyingizdan VPNni o'chirib tashab emas, o'chirib turib prosta. Bir kunda yotgan joyingizdan bir marta, ikki marta bunda soat o'zgarsa bo'ldi, kirib obnovleniya qilsangiz, ish joyingizga borganda ham VPNni o'chirib turib, bir marta, ikki marta bir kunda soatini o'zgartirib obnovleniya qilib qo'ysangiz bo'ldi. Toshto bir kunda har bir sutkadami, bir kundami bir marta bo'lsa ham ish joydan boshqa joydan lokatsiya borilyapti. Shunda obnovleniya bo'lib, yotar joyga kelganda bir marta ertadan ham soati o'zgarib obnovleniya bo'lib lokatsiya beryapti. Tamom. O'shanda har kun shu holatni qaytarib, shu holatda yursangiz, umuman hech narsa qilmaydi. VPNni yoqib olib, bemalol ishlatavering. U hech qanaqa uni migrantlarga hech qanaqa shtraf deb ham chiqarmagan, unaqa qonun ham yo'q hech qayerda. Ne to'g'ri migrantlarga, u hammaga o'zi uchun ishlatishga hech qanaqa shtraf yo'q. Rossiya belgilab o'tgan taqiqlangan saytlar bor. O'shalarga kirish xolos, Rostexnadzor ro'yxat chiqqan saytlar bor. O'shalar xolos. O'zi uchun ishlatishga hech qanaqa shtraf emas. Qo'rqmasdan ishlasangiz bo'laveradi. Amina ham u to'xtamasdan ko'pchilik o'ylaydi, u to'xtamasdan lokatsiya berib turish kerak, antenna to'lqinida yo'q oqayotgan suvda deb o'ylaydi. Unaqa emas. Ish joyingizda bir marta, ikki marta soati o'zgarsa bo'ldi. Lokatsiya berib qo'ying, obnovleniya qilib soati o'zgarsa bo'ldi. Yotar joyingizda ham bir marta, ikki marta shunaqa qilib qo'ying, kelganda uyingizga tamom. Har kun shuni qilingchi, qani tushsam ekan. Boshqa prichinangiz bo'lmasa, aminangiz hech qachon reyestrga ham hech narsaga tushmaydi akalar. Biz yuribmiz-ku shunday qilib, bizga hech qanaqa tushmaydi-ku. Men bu gapni gapirayotganimdan maqsad juda ko'pchilik nima desa bo'ladi, telefon qiladi, hammada shu fikrda. VPN to'xtatib qo'yapti, VPN rasxod qilib ikki ish telefon olganlar ham bor. Bu unaqa qilmaylar akalar. Bilmasdan turib, bunaqa ko'chadagi gaplarga ishonavermanglar. Tepadagi kolokolchikka SMS kelayotgan bo'lsa, geolokatsiyani переданно deb u qo'ying, u kelaveradi u. VPNingiz bo'lmasa ham kelaveradi. U qachon kelmaydi? Mana shu aminaga kirgandan keyin o'rtani bosib chiqib ketasiz-ku, ekrandan polni tortib tashlamasdan o'rtani bosib chiqib keting. O'shanda SMS kelmaydi. Lekin aminaga kirib bir obnovleniya qilib chiqib ketdingizmi polni, u yana SMS kelib turaveradi u. VPNingiz bo'lmasa ham. U narsani sizlar u narsa VPNdan deb o'ylamanglar. To'xtamasdan shu berib turadi, VPNni yoqsang to'xtab qoladi deb ham o'ylamanglar akalar. Bir marta, ikki marta
har kun bitta ish joyida, bitta yotish joyida обновление bo'lib, lokatsiya berilib qo'ysa bo'ldi. Tamom, hech qanaqa boshqa prichinangiz bo'lmasa tushmaydi hech qanaqa unga, reyestrga ham, boshqasiga ham. Undan tashqari biz video qilgan edik RUID ilovasi haqida 1-iyuldan kirib kelayotganlar RUID qiladi deb. RUID vaqtinchalikka 2027-yilgacha qoldirildi. Haqiqiy O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, SNG davlatlaridan Rossiyaga kelmoqchi bo'lganlar bemalol hozircha QR kodsiz kelsa bo'laveradi. Buni ko'plab yuristlar ham video qilgandi, biz ham video qilgandik. Hozir yaqinda Mixail Mishustin buni o'zi o'sha qarorni imzolab yangi chiqardi. 2027-yilgacha qoldirildi vaqtinchalikka. Endi 2027-yildan bo'lsa bo'ladi yoki unga qo'shilib yana biron qanaqa yangilik bo'ladi. Xullas, videoni o'tkazmasdan kuzatib boringlar. Domodedovo aeroportidan tez chiqadimi, Vunuko aeroportidan tez chiqadimi? Ushbu haqda sizlarga aniq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoni kuzatishda davom etinglar. Vatandoshlar, qarib 1 oygacha video qo'ya olmadik. Sababi meni shogirdim ketgandi bir o'zimda. Xudo xolos keldi hozir Domodedovo aeroportiga kelib qo'ndi. O'zi bizga Vunuko va aslini olganda 15 minutlik yo'l. Domodedovoga olganimiz sababi ba'zi paytda Vunukoga kechki payt keladigan reyslar tiqilib, pagrani kichkina 1 soat kami bo'lmasa undan ko'p qolib ketadi. Vunukodan samolyotdan tushgandan hisoblab 20 Domodedovodan samolyot tushgan minutdan hisoblasangiz vaqtdan 20 minutda o'sha so'mkangizni olib bu yoqqa chiqib olasiz. Domodedovodan chiqish o'ta tez. Endi hali ba'zi hollarda qaytarish u Domodedovoda ham bo'lishi mumkin, Vunukoda ham. Bu qaysidir jostki smenaga favor bo'lib qolsa shunaqa bo'ladi. Hozir mana biz parking tarafga keldik. Parking tarafdan tushib borib hozir kelib o'sha jarni kutib olamiz. Videoni tutmasdan kuzatib boringlar. Mana hozir hujjati yo'li bo'lsa, mana shu parking tarafdan kelsa ham bo'ladi. Hujjati bo'la, libbo joydan kirib ketaverasiz. Aeroportda eng narigi chekkasida bo'ladi. Hujjati yo'liga eng udobniy parking tarafdan kirib olish sal bo'lsa ham bezopasniyroq. Mana bu yerdan aylanib tushib, mana shu peshoboddan o'tib, o'sha dachadan kirib ketamiz lift orqali. Ham uchib ketish uchun registratsiya bo'ladigan joyga, ham keladiganlarni kutib olishga ham sheyga borsa bo'ladi. Mana bu yerdan kiramiz peshoboddan o'tib, mana shu dachadan. Mana bu yerdan kirib borishingizga to'g'ringizda lift bor. Liftdan chiqamiz 3-etajga. O'sha oynali eshikdan kirib, lift orqali 3-etajga chiqamiz. O'sha yerda uchib ketish uchun ham, kelganlarni kutib olish uchun ham eng безопасный yo'l. Vход в terminal через 3-й этаж. Liftni bosamiz. Hozir kelgan shogirdimizdan so'raymiz. Qanaqa bo'ldi? Qanchada samolyotdan tushib chiqib keldi? Ko'pchilik Vunuko deydiganlarga ko'rsatib qo'yamiz. Vunukodan lekin men javob beraman, Domodedovodan tez chiqadi odam. Bu 100%. Menki biz o'zimiz shu sohani ichida har kun ko'rib yuribmiz. Mana chiqqaningizda terminal o'zi ko'rsatib qo'ygan. Mana shu yerdan borasiz, to'g'ri Rengindan o'tasiz. Chap qo'lga qarab qayrilib ketsangiz, kelganlarni kutib olish, o'ng qo'lga eskalatordan chiqib ketsangiz, uchib ketish uchun registratsiya bo'ladigan joyda turib parasidan chiqasiz. Mana bu yerdan kelasiz. Sumkalarni Renginga qo'yib o'tamiz. Mana Rengindan o'tib kelishda mana bu eskalatordan chiqsangiz, uchib ketish uchun registratsiya bo'ladigan joy, chap qo'l tarafga qarab yursangiz, kelganlarni kutib oladigan joy. Mana bu yerda mana Rengindan o'tdik, hech kim yo'q, ko'rdilaringmi? Parking tarafdan kelishda. Hozir keladiganlarga shu chap qo'lga qarab borasiz. Mana stripga o'zi ko'rsatib qo'yilgan. Stripga bo'ylab borsangiz bo'ldi. Uchib ketish uchun o'ng qo'l eskalatordan chiqib ketasiz. Mana stripga bo'ylab kelsangiz, mana shu eskalatordan tushganda keladiganlarni kutib olasiz. Mana shu yerda O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston hammasi mana shu yerdan keladi. Mana kelganlarni mana shu yerdan kutib olasiz, mana eskalatordan tushganda. Hammasi mana shu yerdan chiqadi. Qanot shar kelib qo'ndi. Hozir jiyanimizdan so'raymiz. Samolyotdan tushib qancha vaqtda bir yoqqa chiqib kelgan? Mana bu yerdan chiqib kelishyapti, mana qanot shar. Tog'a qanaqa o'tib kelish? Yaxshi bo'ldimi? Yaxshi o'tib keldik. Zo'r bo'ldimi hammasi? Zo'r bo'ldi. Chiqib kelyapmiz. Ko'p qolib ketmadingizmi? 15-20 minutda chiqdingiz, adashmasam. Endi hozir telefon tekshirish bu narsalar hamma yoqda bo'lyapti. Buni ko'radi ham yo'qda ham. Nargilarni tekshiryapti, tekstoborlarda. Yana shunaqa Podozrение borda. Ko'plar chiqib ketdi. Yaxshi. Gap yo'q akalar. Omad, tog'a. Ishlagan omad. Salomat bo'ling. Hozir jiyanimdan chiqib kelgan, u ham hozir ko'rsatamiz akalar. Mana bu yerda tablo bor. Admin zadishga bo'lsa O'zbekistondan kelayotganingizda ko'rib olsangiz bo'ladi. Qachon kelib qo'nishini, qo'ndimi, yo'qmi? Hammasini ko'rib olsa bo'ladi. Bu yerdan kutib olish uchun bordik hozir. Yo'q, eskalatordan chiqish, o'ng qo'l uchib ketish. Birinchi qatorda esi bilan qanot chaq bo'ladi. Mana o'zi kelib bizni kutib o'tiribdi mana. Bizni kutib o'tiribdi o'zi kelib. Chiqib o'tdi. Mana do'stlar, mana shu bola keldi. Assalomu alaykum hammaga. Ertadan telefonlarga javob beradi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa iloji boricha
24 soat aloqadamiz. Mana sumka, mana chamadon. Namangan Damadidan uchib kelding, a? Namangan. Qanchada chiqding? Rosa adashmasam 20 minut turmadik. 20? Odam ko'pda, o'shaning hisobiga 20 minutga borib bormadi. Lekin zo'r, chiqarish zo'r. Aeroport svobodni. Bemalol Domodedovoga olaveringlar. Ozgina uzoq bo'lsa ham, Vnukovada 5 soat kutgandan Domodedovda 20 minutda chiqasiz, 40 minutda yetib borasiz. Domodedovo ham endi 10 son, ya Vnukovo ham 10 sonda tezroq chiqaryapti-yu, kamdan kam. Kami 1 soat qolib ketadi-da, baribir. Undan mana Domodedovodan 15-20 minutda samolyotdan tushgandan hisoblab chiqib bo'lyapti. Mana shu videoni Domodedovoga bormaymiz degan do'stlaringizga ulashib qo'ying va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, mana o'zimizning 1 gektar bog' bor. O'zimizning bog'dan dadam gilos boribdilar. Menga aytuvdilar, hali 1,5 hafta, 1 hafta bor pishishiga deb. Baribir pishgandan berib boribdilar. Mana qaranglar mana. Bitta like-dan bosib obuna bo'lib, sog'ingan do'stlaringizga jo'natib qo'ying mana shu videoni. Mana bu o'rikga hozir aqa borib ochamiz. Buni ham. Sizlardan like. Endi videolar bomba kontentlar chiqish boshlaydi, xudo xolasa, men svobodniy bo'laman. Ikkinchi etajda akalar 193 dan 190 gacha Uralskiy avialiniya O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga registratsiya bo'ladi. Pastkani 193 dan 189 gacha bo'lgan stoykada. Bu tarafda esa mana bu tarafda hozir 1 soatdan keyin boshlanadi. 177 dan 174 gacha O'zbekiston havo yo'llariga registratsiya bo'ladi. Ertalab kechqurun uchadigan reyslarga. Mana shuni orqasidagi, 177 stoykani orqasidagi eskalatordan chiqib ketsalaring, ancha bezopasniy akalar. Hujjati yo'qli bo'lsa. Bu 158 dan uyog'i 149 gacha S7 Urganch. Mana bu 155 dan 153 gacha Qanot charter registratsiya bo'ladi. Mana 177 stoykani orqasi eskalatordan chiqib, pasport kontrol, samolyotga chiqib ketishga mana shu yerdan borsalaring ham bo'ladi. Mana eskalatordan chiqishda o'zi strelka ko'rsatib qo'ygan Zelyoniy koridor tarafga. Hozir ko'rsatib boramiz. Kelaverasiz, mana shu tarafda Zelyoniy koridor. Mana kelib, mana shu turniketga bosasiz. Turniket ochiladi, pasajer taloni QR kodini Zelyoniy koridor kirib ketasiz. Pasport kontroldan o'tib, bu yoqqa dal samolyotga chiqib ketish. Do'stlar, xudo xolasa sizlarga bomba videolarni qilishda davom etamiz. Endi bundan buyog'i mana shogirdimiz bor. Men o'zim kasbda ishlayotganligim uchun bir oy yaxshi chiqa olmadim. Endi bizdan yangiliklar va ma'lumotlar, xabarlar, tez yangi kontentlar chiqaveradi. Sizlardan faqat qo'llab-quvvatlab obuna bo'lib, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolsalaring bo'ldi. Kelgusi roliklarda ko'rishguncha endi biz davom etamiz.